Yo'lda sekinroq yur, radarlar ko'p. Hey! Ketdimi? Qani, yoqdimi? Dahshat. Etmaysanmi o'rtoq, yangi mashina oldim deb. Tabriklayman, tegidan shamol o'tib tursin. Endi aql o'rtoq bo'lib yuramiz-a? Tushunmadim? Nimani tushunmading? Senlarga oddiy mashinada yursa yoqmaydi-yu, a? Nechilik qilyapmiz o'rtoq, men bo'shab qoldim. O'rtoq, atmen bo'lib qoldi, jigar. Va yo'q-a? Ha, boshqa kuni bir o'zim organizatsiya qilib aytib yuboraman senga. Mazza qilib aylanib kelamiz, jigar. Bugun ishlaringni qur. Bo'ldi o'rtoq, muammo yo'q. Bir chiqarmiz? Xo'p, charchama. Xo'p. Necha olib bording? Nima qilasan? Matizda keladimi, sudrali? Pulim yo'q deyapti o'zi. Arendaga to'lash kerak ekan. Bo'ynimizga gruz bo'ladi, og'ayni. Attak bor, to'g'ri qilding. Yo'lda yana Matizni buzilib qolib, ortiqcha muammo bo'lardi. O'sha pullicha o'zim to'lerdim, tushundingmi? Senga yuk bo'lmas edim. Aytgancha, bu mashina yo'lda buzilib qolmaydi. Sizga tashvish bo'lmay qo'ya qolsa, mazza qilib borib kelamiz, a? Nima deganing bu? Nima deganing bu? Oqibatda bitta temir bilan o'lchaydigan bo'lib ketdilaringmi? Senlar qachon bu darajaga yetdilaring? Bunaqa nomard bo'lmalaring. Sen noto'g'ri. Hey, nima noto'g'ri? Mujik, orqamdan gapirib qo'yib, endi jinnini yoqmagan menga, tushunding-a? Men oddiy mashinada yursamamchi, senlar degan nomard emasman. Ha, aytgancha. Mashina tog'amniki. Yana kechqurun uxlolmay chiqmalaring-a? O'g'il bola.